iyun sanasida Farg'onali boboni kuzatuvchi obunachilar, Andijon shoptoni mana donatlarimiz ko'p tupslar qop-qora bo'lib yetildi. 1 kilosi 60 ming so'm sotildi. Namanganda, o'zimiz Farg'onada endi dog'lasi ko'payyapti. Farg'onada ham bor bu shoptonlar. Yaxshi sotilyapti. Juda shirin shoptoni, boq qilishni tavsiya qilib qolaman. Bismillahirrohmanirrohim. O'ta suvli do'stlar. Baho berasizlar. Juda shirin shoptoni. Mazasi gap yo'q. Shoptonlar ichida eng shirin shoptonlardan biri Andijon shoptoni listigi bo'ladi mana do'stlar. O'tgan yil ekilgan nihol mana 8 ta meva qo'yib qo'yganman. Bo'lganda ham mana qop-qora bo'lib yetildi do'stlar. Mana bu ichki ko'rinishi. Kimga buni ishonchli ko'chati kerak bo'lsa, 88lik 957 27 Farg'onali bobonga murojaat qilaverasizlar. Ko'paytirib qo'yganman. Noyabrga tayyor bo'ladi. O'ta suvli shoptoni shirin. Gap yo'q. Videoni shoptondan boqmoqchi bo'lgan tashlaring tez yuborib qo'yasizlar. Sababi o'ta shirin shoptoni. Daromadga ham zo'r do'stlar. Mana videoni o'zlari baho beringlar. O'tgan yil ekilgan holda. Sog' bo'lasizlar.